Gülüz apar, bakçamızdagi bolalarning qoldirg'ochlarimizni kuzatish vaqti keldi. Tayyorgarlik ko'rdik. Sizni ham bayramga taklif etmaga keldik. Sizning ayollarimizni ko'rib bersangiz, tayyor bo'lsa taklif etamiz. Ota-onalar chaqirildi, hammasi joyida. Bayram liboslar. Bayram liboslari ham tayyor. Hammasi tayyor. Hammasi joyida. Bo'pti. Boshlashimiz mumkin. Rahmat. Omad tilayman. Yaxshi, rahmat. Opajon, siz men uchun qadrdon, unutmayman hech qachon, mehrim sizga bir jahon. Bolajonlar, sizlarni bugungi bayramingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman sizlarga. Kelgusi o'qish va ishlaringizda omadlar tilayman. Sizlar qayerga ketayotganlaringizni bilasizlarmi, bolalar? Ha! Qayerga ketyapmiz? Barakalla bolajonlar. Maktabda ustozlarimizni hurmat qilishni biling, yaxshimi? Ha! Tarbiyachi opalarimiz o'rgatganmi, kattalar hurmat qilishdi? Ha! Barakalla bolalar. Sizlarga ta'lim tarbiya bergan opalaringizning ham tilaklari bor, qani eshitamiz. Aziz bolajonlar. Bolajonlar, sizlarga shu o'qishlaringizga omad tilayman. Besh baholar bilan o'qaysizlar maktabda. Kelgusi hayotingizda omadlar tilayman. Xudoyim o'qimishli, elimizga, yurtimizga bir foydasi yetgan yaxshi bir insonlar bo'lib yetishgaysizlar. Yo'llarimiz doimo oq bo'lsin. Xudoyim bir o'qimishli, men degan kasblarni egalari bo'lib yetishgaysizlar. Omad bolajonlar. O'g'il qizlar bo'lgaysizlar, Xudoyim. Yurtimizni himoyalab, yurtar o'g'il qizlar katta bo'lgaysizlar. Aziz bolajonlar, meni maktabga ketib bordingizlar. O'qishlaringizga omad, kelajagi buyuk martabasi ulug' farzandlar bo'lib yetishgaysizlar. Hamma yaxshi tilaklarimiz sizlar uchun bolajonlar. Sizlarni sog'inib qolamiz. Xayr. Baqchada o'zlashtirgan bilimlaringizni maktabda ham davom ettirib, ustozlaringizni hurmat etinglar. Haq yo'l sizlarga. Bog'cha opamiz, ko'rsak shodon chopamiz. Aziz
qalbimiz quvonchga to'ldi. Bugun bog'chamizda quvonchli va hayajonli uyg'unlashmas, unutilmas kundir. Bolajonlarimiz bugun tadbirimizda sizlar uchun tayyorlagan qo'shiqlar, she'rlar hamda sahna ko'rinishlarini mehr bilan taqdim qiladi. Qalbdan chiqqan tuyg'ularni tilab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, aziz mehmonlar. Bugun farzandlarimiz yurtimizning ertangi kuni, millatimizning faxri va umididir. Ularning beg'ubor kulgusi, shodon qadam tashlashi va ilk muvaffaqiyatlari har birimizga cheksiz quvonch bag'ishlaydi. Aziz mehmonlar, bugungi tadbirimizda bolajonlarning o'zlarining iste'dodlari, bilimlari va ijodiy chiqishlari bilan sizlarga bayramona kayfiyat ulashadilar. Ularning har bir chiqishini iliq olqish, samimiy tabassum bilan kutib olasizlar. Bugungi tadbirimizni ochib berish uchun bog'chamizning mudirasi Yusuf Fodilov opaga beramiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ota-onalar. Barchangizni bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ya'ni bugun bizning bolajonlarimiz bir necha yildan beri birga bo'lgan, birga quvongan, birga yig'lagan, birga xursandchilik kunlarimizni birga o'tkazgan bola tarbiyalanuvchilarimizni maktab sari uchirmoqdamiz. Bu onajonlarimizning ham qalblarida hayajon bilan o'tirishibdi. Bizning qalbimizdagi hayajon ham undan kam emas. Bu bayram bilan tabriklash uchun, bizga oq-fotiha berish uchun ota-onalarimizdan Ziyora opaga so'z navbatini beramiz. Ziyora opa so'zlarni tabriklar, tilaklarni bildiramiz Allohimizga. Hamma bolajonlarga omad tilayman. Allohim yurtimizning faxrli bir farzandlari bo'lib yetishsin. Kimning bolasi, falonchining bolasi, kimning qaysi bog'chadan chiqqan, falonchi bog'chadan chiqqan degan oqibat kelsin bizlarga. Hamisha yuzimizni yorug' qilsinlar. Assalomu alaykum ota-onalar, hurmatli tarbiyachilar. Hammamizni shu bugungi bayram bilan tabriklayman. Hammamizga yaxshi tilaklarimni bildiraman. Mana tarbiyachilar, sizlarga da shu bizning farzandlarimizda aqlli, o'qimishli, ayniqsa tartibli, adabli tarbiya qilayotganlarimiz uchun katta rahmat aytaman. Bundan keyingi shunday yoshlarda yaxshi avlodlar yetib tarbiyalanishimizga tilaklar bildirib qolaman. Rahmat. Endi shu bolajonlarimizning bayramga tayyorlab kelgan she'r qo'shiqlarni tomosha qilish uchun tadbirimizni ochib deb e'lon qilamiz. Marhamat, tomosha qiling. Endi esa shundan shakar bolajonlarimizni davraga taklif qilamiz. O'g'illarning sardori, askar bolamiz Baxtiyorov Saidbekni taklif qilamiz. Ularning malikasi ko'rsang unga o'xshaydi. Go'zal qizimiz Kubisinova va Qurbanov qizimizni chaqiramiz. Mehrli va oqibatli, mehrga to'la, mehrli bolamiz Maqsudov Mehrobjonni chaqiramiz. Durdek tovlanadi, ko'rsang ko'zing qamashadi. Durlarning chiroylisi Samandar va Marjona qizimizni chaqiramiz. Aqlli, bilimli, sho'x qolamiz. Haliloyev Ahrorbekni chaqiramiz. Nur taralar yuzidan, olov chaqnar ko'zidan, gul yuzligimiz Sabrboy va Gulnor qizimizni chaqiramiz. Toza qalbi, imonli, yaxshi xulqli o'g'limiz Haliloyev Ahrorbekni chaqiramiz. Yulduzdek porlagan yorqin ko'zi, yorqin go'zal nurli qizimiz Qidirboy va Zuhraxonni chaqiramiz.
ko'zlari bilan mehribon, ko'ksay havas qilasan. Eng chiroyli qizimiz Ismoilova Sohibova qizimizni chaqiramiz. Zakovatga zukkodir, bilimga chanqoqdir. Bilimdon o'g'limiz Tursunboyev Zoirbekni chaqiramiz. Bog'chamizning erkasi, onasining malikasi, go'zal qizimiz Baxtiyor va Mubinaxonni chaqiramiz. Ana aziz ota-onalar, bolajonlarimiz bugun maktabga qadam bosyotir. Aziz bolajonlarim, eng yaqin do'st bo'lar, do'stlarni saqlaydigan doyurak bolamiz Tursunboyev Valijonni chaqiramiz. Endi aziz bolajonlarimizni sahna ko'rinishlarini hamda raqslarini tomosha qilamiz. Birgalikda. Aziz bolajonlarimiz tilaklari bor edi. Kelin bolalar, kelin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli ustozlar. Mana biz bugun bog'chamiz bilan xayrlashuv kechasiga keldik. Bu bog'chaning ikkinchi uyim, uni o'ta shirin. Bu yerda biz ko'rdik, quvondik, bilim oldik, ulg'aydik.
endi bolajonlarimiz shundoqli qo'shig'ini birgalikda tomosha qilamiz.
9'ga kadar eng birinchi bo'lib bir keldi. Eng so'ngida 9 darbadar. Nolni taklif qilmadilar ham, umr raqam bilmadilar ham. Maqtandilar rosa o'zaro, kelib chiqdi oxiri mojaro. Raqamni boshimdan berdi, 9'lik ko'ksini kerdi. 7 desa sirliman dedi, 6'dan qolishmas edi. 8, 5, 4, 2 hamda 3 maqtandilar ne so'z bo'lsa tush. Xullas kalom eng kichik bo'lib, 2dan ham teng kichik bo'lib, bir sharmanda sharmisor bo'ldi. Barcha ham ustidan kuldi. Mol kelib qoldi, bir uni shart yoniga oldi. Shu yo'l bilan o'ngga aylandi va ayolsiz jangga shaylandi. Hamma uni yoniga tortdi, uning qadrini ortdi. 9 mahkam ushlab nurni, 90 bo'ldi ko'l bu holni. Shunday qilib muhtoj bo'ldi, raqamlarga qiymat tosh bo'ldi. Shoyat manzur sizga bu qissa, ushbu erur qissadan hissa. Kamsitmang hech cho'kmadi hazm ham, toshu kesak baland pastni ham. 7 emas 1000 o'ylab so'ngding, nur bo'lmasa 1000 ham birga teng. Bolajonlarimizni markazlar bilan hamda san'at markazi, qurilish yasash markazi markazlar bilan ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Aziz mehmonlar, hurmatli ota-onalar, keling bolajonlarimizni quvnoq to'la dunyosiga birgalikda nazar tashlaylik. Markazlar haqida sahna ko'rinishga qaratamiz. Har bir markaz bolaning qiziqishi, iste'dodi va ijodkorligini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu yerda kichik qadlardan katta orzular unib chiqadi. Ilk bilim va ko'nikmalar shakllanadi. Ko'rinishimiz orqali siz markazlar faoliyati, ularning ahamiyati va bolalar hayotidagi o'rniga yana bir bor guvoh bo'lasizlar. Endi markazlarimizni chorlash uchun Shahzoda qizimizni taklif qilamiz. Guruhda 5 ta markaz ko'rganlar qilar har. Vaqtingiz o'tacaq, markazlar ochaq-ochaq. Endi esa sahnamizga so'z, she'ri, nutqi, go'zallik va fikri rivojlanishini namoyon etuvchi markazimiz Til va tutuq markazini taklif qilamiz. Birinchisi bilim osiyletim. Ravon gapin shoshmasdan, nafasing yetmasdan. Boysagan nutqing oshar
zukko va topqir bolalar maskani, qurish, yasash va matematika markazini qarshi olamiz. Ikkinchisi qurish, yashash va matematika markazi. O'rta tinglash va san'at, hisob, aqliy tarixi. Katta va kichik va qurib yasab turamiz. Tenglik va ko'plik sirida o'rganamiz. Aylana tuturchakda o'ylab tanib olamiz. Bo'lakka o'tirchakda eshitib olib qolamiz. Tabiat mo'jizalari va ilm-fan so'zlari bilan tanishuvchi markazimiz Tal va tabiat markazini taklif qilamiz. Mana hamma tabiat turtinaman. Dam-darayon maydoni, mo'jizalar qoni. O'simlik va gullarni ekib parvar ishlayman. Jonli jonsiz turlarni aynan shunda farqlayman. Aslar olamidan sayohat qilishga tayyor, qiziqarli syujetli rolli o'yinlar markazini davramizga qarshi olamiz. Ajoyib markazimiz nomini bilib oling. Syujet va o'yin markazimiz sabab. Biz bir kun xizmatvorimiz Qizil Qalpoqcha bir kun ertaklarga boymiz biz mazmunli o'ta har kun. Ranglarning jilosi, go'zalliklar olami, sari chorlaydigan markazimiz san'at markazini taklif qilamiz. Mana san'at markazi, yod qilinmasdan mulk qalamni olamiz, turli rasm solamiz. Yashaymiz voda idishida odam qo'yamiz, qurtaymiz bo'yamiz, qadrimiz. Mehnatdan qilib havas, mashg'ul bo'lsak ajabmas. O'rganamiz, biz hunar bilsak hunardamiz. Mana azizlar, har bir markaz bolajonlarimizning har tomonlama kamol topishiga xizmat qiladi. Kelajak egalari bo'lmish farzandlarimiz baxtli bolalik, mustahkam bilim olish va barkamol inson bo'lib ulg'ayish yo'lida barcha bog'cha opalari omad tilab qoladilar. Mana aziz ota-onalar, markazlar bilan ham she'rlar hamda rasmlar bilan tanishib oldik. Endi esa faqatgina markazlar bilan bog'lanib qolmasdan, bog'chamizda o'zlashtirib o'rgan gaplarimizga sizlardan so'z tezib keldim. Men savol beraman, javob berasizlar. Tayyormisizlar? O'zbekiston bayrog'ida nechta yulduz bor? 12. Bir yilda nechta oy bor? 12. Hozir o'lkamizda qaysi fasl? Yozni necha joyi? Bog'chamizning nomini ayting. Hafta kunlarini sanab bering.
balacanlarım. Kalkma. Kızıl kuyarım seni kimi uzun saçlarım seni
sho'x o'ynasin qoshlar o'tirsa onalar barcha orzu qushlar og'aynilar to'y qilsinlar sho'x o'ynasin qoshlar davra oling oshnalar davra oling oshnalar qaynamasin boshlanar davra oling oshnalar endi bazm boshlanar yuragida o'tir bola barcha ko'ngil qushlar yuragida o'tir bola barcha ko'ngil qushlar I mean, открывает двери без ключа. Налетели как саранча. Стал пугать даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Буду новый красавчик, буду новый молодец. Мужиком буду свой мальчик, мужиком станет отец. Ну давай уйти пути, а ты что ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня.
onajonlarimiz davramizga taklif qilamiz. Shabnamning onasi Dilnoza chiqing davramizga. Marjalon onasi Nargiz opa chiqing. Saidbekning onasi Gulshon chiqing. Gulshon chiqing. Mehrobjonning onasi Aziza. Ahrani onasi Gulbadan chiqing. Gulgulning onasi Yulduz. Validning onasi Muslima chiqing. Gulbanovning onasi Oygul chiqing. Abrorning onasi Irada. Zuhraning onasi Zuhraning onasi Moskvadagi o'rnini Dilfiz opamiz chaqirib turamiz.
Aziz ota-onalar, mana bugun xayr bog'cham, salom, maktab tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kamchiliklar bo'lsa, uzr. Tarbiyalanuvchilarimizga kichkina faxriyaliklarimiz bor edi, shuni topshiramiz. Ruxsat etsanlar. Ismoil va sohibi tadbirlarda yaxshi ishtirok etgani uchun
talash bo'lsin maktablarda. Shu masala bilan yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Men shu tarbiyachi qizlarimdan tashqari tarbiyachi yordamchi qizlarim hamma yordamda. Sahna ortida dedi-ku. Oshpaz qizlarim barini rahmat aytib qolaman. Yiqilsang qo'lingdan tutadi, sog'inib yo'lingni kutadi, duosi ko'klarga yetadi. Ustoz yaxshida, yaxshida, ustoz yaxshida. Avaylab tuzatar xatoni, tanitar senga keng dunyoni. Oftobdek issiqdir ruxsori, ustoz yaxshida, yaxshida.